Senin cinin ay ah yerey benim canım. Çayxanın paranları deganmish ama. Müşa, sizlar kim o? Biz. Bu şu sizlerden programıga şu numur birimiz dep kelgen yürküdü utuva, yürküdaş ut, lap ut, yalgımcap tuğan balı biz. Vay adamın yüzünü şemeye bir çolpalla degin ey. Çolpan okşayınız maşına deriz. Sizlar çolpan buluşun kelgen mi? Ha? O şu karsak kıran. Hemmedem çolpan bu gitti ha. Şunun kırap bizim bir çolpan bu değil dep, valakla çolpan bu kessek dep geldik. Boptu mu? Makaranglar. Sizlar ma çayxana paranlarga qatnashqili keldinglarmi yoki ma yengillik san'at kechiligimi? Vay qaysi bo'z bo'lardi o'xshash bizga. Birodar, biz ma kelar oygacha program surat olmaymiz-ku. Bizning hozir ma jiddiy repetitsiya qilayotganimiz bu yillik yengillik san'at kechiligidaymi? Hep belli. Bizim hava kadar açlığın kırgızıp duvarsınız. Biz açlığın bek düşümez. Ut çıkırıyordumuz değil mi? Ağzınız açsınızlı otdan başka gap çıkmayotgansiz sizni. Takallısım ot olgan ekan. Hey, onda qarsam bu talantingni bada qilib turdi ishqinglarniki. Lekin bag'o, biz hozir ma kechilik uchun tayyorlanib bo'ldik. Sizlar keyingi qitim bo'lsin. Bulamda Kiyik qitim? Size ma bizni üstübeşimizi qalab, tazı yaratmap size. Biz degan bag'o qirang. Men siz deb qo'yay. Ut ballıcıma men deb qo'yay sizga. Anladingizmi? Va biz vaqo, mushu programmaga qatnashimiz deb ağıç naqsha, ağıç yumurta yerlab kelganmiz. Agar siz bizning ma talantimizni ko'may turib, mushundal yo'l qisab qo'ysangiz, 4 kundan keyin pushaymon qilib qolasizki, juristlar apandim. Haber rejissor danga. Ha, shundami deb turli, andan shu boshlamdi. Ya nimada g'araz tushunmaysizlar. Men bayatini yog'in. Et sor apandim. Biz bag'o qirang. Naqsh baqsha. Usul. İtot degan üt turib deydigan ballıcıma men deb qo'yay. Shu. Biz shu naqsh deganni tug'ilgan yeriga kirgizib o'tamiz. Men musahaning ichida yurib bu naqsh muzikaning tug'ilgan yerini o'qimay yuribdim. Sizlar haqiqatan yomon kaslarjimi? Voy, yomonligimizni texi bilmadingiz. Mana gap qarang. Men shu yezdivoq. Ash bizning mayda ovozimni qo'yib o'tib, naqsh deganni shu bir to'g'laydigan bo'lsam, etizda ishlayotgan jimi dehqonlar katman deganni tashlab bo'ldi. Ikki qo'li bilan quloq deganni chingdi etib oladi deyman. Hatto peshikda malak uxlayotgan buvoqlar jinda mening man naqshamdan qattiq ta'sirini ketib, yig'i deganni bulshig'i soladi. Manda peyzimiz va balajma bizni. Boş emas. Memnun boş emas. Memnun bag'o qirang. O kuni kechda shu maliga chiqib ovozimni qo'yib bir naqsh to'lab ekanman. Yürek qo'g'lab ketmasmi? Orang qechib ulgadim qarang. Siz o'ylab bakqan rejissor apandim. Shu ayvonga mening naqsham yaramagan bo'lsa, shu meni qo'g'lab yuramdi. Manda gap qarang. Shu bizning mahallada mening naqshamdan qattiq ta'sirini ketib, bardoshlik berolmay, mahaldan ko'chib ketganlarni qilyapman. Menma ashuni tayyorlik qilib ko'chib ketganlar. Voy, bo'ldi qilaver. Oltinli kanslar juma ishqinglar. Mana qarab bilib oldingiz a? Eyliqi oltin yotidi aptapda tonimasang nima karing? Ashlanibdi ya. Qalqal sizdan vatlargin chiqirdi ekansiz. Eshitib edim adam. Har yotidi sayda to'nimasa nima foyda degan debsizlar. Qara yomonligini. Nima deydi ekan deb chaqchaq qilib deb qo'ysam bilib ol yomon ekan bu. Demak sizlar programmaga qatnashqili kapsizlar. Ha. Nima desam bo'la, qarang. Sizlarni biz qizg'in qarshi ilig'lab qarshi olamiz, lekin kechikib qolibsizlar emasmi? Birdam qarshi olamiz deysizlar, birdam kechikib qolibsizlar deysizlar. Nimada tushuniksiz gapli bu? Tushunmasanglar qanday qilsam tushunasizlar ekan tang. Shu tushunishli qilish uchun ebiyamqi gaplaringizga ohang ishlab duttavli bir aytib qolamiz ya. Çakçakmı bu? Çakçak, mendeva çakmak, gakılına akmak. Hep amal yokluyken kuşkunlar. Vay, bizgi yok amal, kılımız kamal, çıkıdış amal, yurtumuz opal, üzümüz opal. Üzümlü yukal. Uye? Nage? Yok işine gel, ben sizden doğru deb kapıya oynap koydum. Kapıya oynap koydum, onu bunu oylap koydum, şahatütek sayrap koydum, bulbuldek yayrap koydum, ben sizge talep koydum, gipinizge hedep koydum, koydek mehrap koydum. Vay, ben toydum, jak toydum ma tügümez kapıyalarga. Keyin görüşem de. Toxtuna.
siz biznem yak 5 qilib kelgan o'xshaydi deb qapsiz. Bizim bağı, ma şehir kirish uchun aptapni men shogun ishlab, topgan pulni shahar atlab, sizning programma nomer bergin keldik. Ayşının o'zini o'rsim qilmamsiz. Qanday dedim aka? O şunu deyme, hiç bulmasa bizning bunda bir iş kişingiz naqshimizni bir anglab bakıp, onundan keyin gap bo'z qilmamsiz deyme. Shahar atlab keldik dedinglar. Ha, bo'pti. Esinglar aytinglar, ismi nima dedinglar oldindan? Ma ag'inamning ismi Haqiqat ya. Mening ismim Mahmud Qapya. Merdikning hammasi meni akiltib Mahmud o'tma deb qo'ydi. O'tishga ma aytadigan naqshingizni ismini deyapman. Hojo, necapmi gipiniz ekan. Va men o'qiy siz o'zingiz qo'yib olgansimni. Naqshi deganda o'qimaymiz, aytimiz juma. Necap jiddilingiz to'l ekan. Va menda bir ilhomimni qochirmay, boshla deb aytmamda. Ha, ma'qul, boshla. Oy, sadlaymizg'o, pishkim tayyorib qo'ygandek. Qurutlikan-ku ama o. Başlap bakamsiz. Başlab bakayım. Başlap yapma. Başla. Başladı. Gülüm bağdı oynamsız. Gülüm bağdı oynamsız. Gülüm bağdı oynamsız. Gülüm bağdı oynamsız. Balda vay vay bir gap şatutdak davrdiq adam kadar. Qani buning oxiri qani? Qani buning oxiri ras. Chiqqan o'xshamda. Manga boshqa naqsh bormi yo'qmi? Vay naqshi deb qapsiz, yamini vajma mavada. Yaminini anglayli. Anglab bakamsiz. Ma'qul. Bir ayt bakaya. Avliyo deb çağlaysan, adaş üzerine. Başqalarga sancıysan, neşte sözerine. Maqtay desem azap diyen, vay bişim qaydı. Vacan, maqtamay men zadillah, içim poşdu. Vay, ilger dostum. Vay. Hey, ahir nimedek dostum te? Bilmem. Bo'ldi. Mushunchalik etsangiz bo'la. Naqshi bo'larmi, shundoq bo'la. Tekst bo'larmi, shundoq bo'la. Vay, jirister ular sizdek ular. Mana bir anglaplı bilib oldingiz-da. Ey, Bo'ldi, siz bilan bir parcha rasmga tushgan. Lekin hozir emas shuma, yili. rahmat iltifotingiz. Ha, arzimaydi. Tanga, bu hozir aytgan naqshingizni tekst kimning bilamsiz? Ömer Calimdan. Kimlar? Ömer Calimdan. Asossiz gapga menga, ey. Asosiyat Ömer Calim aytgan. Men sababdan davatma, sababini deb yiqinga. Ömer Calimning linsini qo'yib turib, anglab o'rgangan. Shuning bilan tekst Ömer Calimning o'qib. Ha? Sizga ketganmi? Ha? Ey, nadi bu naqshida adash, beshim qaydi, voyjon deganda gap bor. Ba. Voy, yo'q. Ba. Yo'q dedim, yo'q. Ba dedim ba. Apamma adashavam, uram nima dedim ya. Ey, men qarang. Naqshining tekstini var-ku. Ma bizning talantli, suyimli shoirimiz Muxtar Bug'ra akamiz yozgan tekst var. O naqshini teksti siz aytgandek emas. Avliyo deb chaqlaysan do'stim o'zingni. Boshqalarga sanjiysan nashtar so'zingni. Maqtay desam azobdan dilim kuyidi. Maqtamayman zodini tilim kuyidi. Mana bu aytgan naqshingizga to'g'ri tekstda. Ahangini kim ishlagan buni bilasiz? Ömer Calim ishlagan Dutta bilan. Yani bu naqshining ahangini bizning ma peshqadam kompoziterimiz Yosin Muqbil akamiz ishlagan. Shuni uni xohlagancha buzib o'zgartirishga bo'lmaydi, bilib oling juma apandim. Endi u yerlarni sizdan boshqadan bizni so'rab yurmagankin, bilsak o'xshash qo'y. Ey. O'tni pulab qo'ying, o'chab qotibman shura. O't ketdi va. Tazo o't ketdi. Ishxona mavi. Ey, bu qaraganda sizlar bir ayolni bu naqsh yetib baqqanda qilmaysizlar, sizlar. Voy, to'g'ligan. Qayerda to'g'ligan? Munchida. Qayerda? Munchida. Men sizni qayerda yunib baqqan deb so'ramadim. Qayerda naqsh yetib baqqan deb so'rayapman. Voy, sadaqan ketay, jiristor apandim. Men shu munchida dedim-ku. Yo'q, debsan adasha. Bu menda gap qarang. Ma yaqinda bizning mahallaga bir ommaviy muncha ichilgan-da.
Şu yeni içilgan muncha olgan diken dep mening bir kirip bakkım keldi. Onun üstüge şu muncha kirsem nakşi aytadigan kuyum badın ha meniki. Şunun bilan kirip ovozimni qo'yib nakşi degan nashi bir aytib ketganman. A munchida mendan boshqa jinoyatchilarning hammasi ishdan pishtonlarini ko'tarib qacha bo'lib ketdilar. Çatak yeri heliqi munchini ochgan munchkash. Şu ishdan keyin meni faqat munchiga kirgizmaydigan bo'lib oldi u tang. Mana buni nima deb tushunamiz? Ovozning sehriy kuchi deb tushunamiz mana. Saraq nima bu? Gap qildingizmi? Yo'q, gap qilmadim. Sizlar shu hozirgi zamonmuş bizningmuş Uyg'ur adiblarimizda ne? Kimlarni bilasizlar? Men bilmayman. Adab deyaptimda. Ha. Sadir Palvan, Molla Zeydin, Seyit Noche, Nasriddin Efendim, ondan yana. Qo'rqma, Isamkam edi o'taman. Isamkam. Isamkam shoirma. Molla Zeydin, Seyit Nochelar shoirma. Vay, mayagi bir naqshet qilib keldikmi desam, so'roq chiqib ketib qo'yamdi. Voy bir naq gap tikilay manda. Naq gap tikilayli. Bir muhim narsani so'raysizlardan. Bu klassik naqshlardan bilamsizlar? Men bilmayman. Ha. Bu shu klassik naqsha degan gap qozoqcha naqsha degan. Hey! Klassik naqsha degan emas, kona burunqi naqshlar degan gap. Masalan, bizning uzilmay davomli kelayotgan xalq naqshlarimiz uchun klassik naqshlarga kirdi. Bay siz degan shu qozoq qarindoshlarimizni, boshqa har millat qarindoshlarining o'zining hozirgi va burunqi klassik naqshlari bo'ladi, tushundingizmi? Unda bo'lsa, osh sizlarning Chayxon Parangli programmasiga osh naqshidan boshqa yana yumor o'simi qabul qilmaymiz deb kelsizlar. Bir tane yumor so'zlab baqayma. Yumor bormi-te? Bir daqiqani anglab baqayqana. O'sha bir kuni bir bola bir qizolga talab qo'yib qopti-da, to'y qilish taklifi. Qo'ygandan keyin shuning bilan u qizol ma'qul bo'libdi. Xo'sh. Ma'qullab u qizolning uydagilar unmabdi qaran. Unmagandan keyin shuning bilan bola debdi-ku qizolga, aynan bekroq deb baqma desa, qizol o'zini urib yig'lab shunda deb kelsimi, uydagilar qat'iy unmabdi. Balami debga yana shunda deysimi, qat'iy unmabdi. O'ylab baqma, Rizson efendim. Unda unimiz qanday bo'ldi deyman? Açıkçası birbirini yaş göretti o. Atan diyenin bırakatımı balvakla rayı bek koyuz nem bul deyme. Oylasam çıkım kildi o. Oy. Ma yumurum açık kızık emez mi neyim ha? Oy siz yumur degen mi bayatın yoksa? Mençu bu suağı qara. Ma yumurunuz bek içinişlik ki. Muşu yumurga bir muğluk sata müzikisi bo'lib ketgan bo'lsa alamat chiqadi-da. Sen yumur faqat bo'lmaysan ekansan. Men menikini anglab baqa. Men shu nayt qiziq shu. Qiyatdan yumur ag'ach kelgan. Ash qiyat yumurning ichidan qiyatini deb orasidan birini tanlab oling o'zingiz. To'xtang. Qiyat yumurni anlaydigan mening vaqtim yo'q. Qiyat yumurning ichidan eng qiziq, eng qisqasidan birini degan men shuni anglay. Eng qiziq, eng qisqa. Ma'qul. Eng qiziq, eng qisqa. En kızık, en kıska. Ras! Non! Yaman kızık yumurdun bir söz sözlep kulüp dilik kalırsın. Vay be külmey dimen de yumur digen ne? Bir günü bir nan. Külmey bir dene. Biz külümüz yumur digen siz deysiz. Şu. Siz külemse. Külüme. Külün cuman da olsa. Külüme dene kine. Bir günü bir nan. Qattiq qo'sig'i ichib ketib, o'zini o'zi yeyapti. Muşunu yumurma, muşunu yumur deb ep keldingizmi? Ömrünüzde manda yumurni anglab bakmagan bo'lib aytdingizlar. Hayırlıq. Ömrümde ben anlagan en lavzu yumur kana mava. Qani buni jarayoni? Baya o'zingiz eng qiziq, eng qisqa dedingiz-ku. Bo'ldi. Yumur ne shu, yumurchi desin, naqshini shu naqshchilar issincha bo'lamda. O tiketmedi mi? Siz qanda ulab bu choyxona paranglarga bu qatnashni o'ylab qoldingmi hamda? Bekar yigit cho'lpon bo'ldi deb shu. Yo'q gapgan-ku. Sizning nazaringiz bo'lsa, bizning hozirgi cho'lponlarimiz qilgan ish yo'q. Bekorchilikda cho'lpon bo'lib olgan bo'ldi kanda. Andami emas, qarang. Unda qarsam men yaqinni bir nada otam ko'migan, onam ko'migan nima bilmayman.
İlk salon deydigan narsa, vay palonchining suratlari oshkorlanib ketdi. Pistonchining turmush suratlari degandeklarni chiqarib, ilk majbur o'zini o'zi e'lon qilib cho'lpon bo'lib qolib turibdi qarang. Shular qarab biz bunda o'zimizni sinab baqil dedik. Shuning bilan shu salonlarga rasm bilan chiqarib, qattiq nomingni chiqarsa sizlarning. Nomimiz kelsa, shu ko'chada mushundo mangadigan bo'lsa, vay bizni ko'rgan boshqa odamlar go'rdi kelib, vay bizning tahirlik cho'lpon, vay biz rasmga tushib deb, taras biz bilan rasmga tushib kelsa, imzo qo'yib kelsak. Shuning bilan bizmi shu Pomidor Lazaning e'lonlariga chiqib kelsak, rasmimizni yo'g'on qilib, Abduzilni keyinga chaplab qo'ysa, men bildim. Qarab turib kelsak. Ko'rgan tushinglar to'lim shiringa qaranglar. Lekin men sizlarga deb qo'yay. Bizning hozirgi cho'lponlarimiz bor-ku. Kam deganda 10 yil yoki bo'lmasa 20-30 yillik san'at hayotini mehnat qilish orqali bugungi shon sharaflarga erishgan. Unda oson ish yo'q, to'lama. Orta so'moq taskin-a. Men texi bayqidek naqshining tekstlarini shunda o'zgartib aytib qo'ysak, biraqli nomimiz chiqsa o'xshaydi deb o'yladim. Biz buni buzg'unchilik deymiz, mana tushunuvdan bulamdi, qayrindishim. Onda buzg'unchilik qilmaylik. Nim desak ular, bo'ldilar. Sizlarmi jafo tortib, shuncha uzoq musofirni besib kapsizlar. Har holda maqsadimni tushundi deb o'ylayman endi. Bunda qilaylik. Men sizlarga 2 tal bilet beray. Mava o'g'illikka surat ilinadigan yangi yillik san'at kechiligini o'z ko'zinglar bilan ko'rib, cho'lpon degan zoti qanday bo'ldi bir bilib yiqinglar bulamda. Og'zingizga bir kollek navat. Akilang qo'lingizni. Bizmi japatat uzun yo'lni besib keldik-a. Endi biz o'zimiz cho'lpon bo'lamizsaqmi shu yangi yillik san'at kechilikka qatnashgan cho'lponlarni ko'rib, ashlar bilan bir 2-3 parcha rasm tushvasak shumi hisob. Cho'lponlar bordimi kechilikka? Cho'lponlar bek chiqdaymi? Endi akakda kelib qadingizlar, adam shiqdingizlar. U chiqdi deganda. U chiqdi do. Menimni qilsa, Jilama. Biletni Naq maydondagi tomoshabinlar ekran oldidagi qadrli ko'rilmanlar. Ushbu damlarda o'zingizlarda bo'layotgani Okean televiziyasi bilan O'rim shahri Tianshan rayonlik yakka xususiy korxonachilar jamiyati birlashib ishlagan Xinjiang Safiya xalqaro savdo chekish shirkati